Agar sizda ham shunaqa holat bo'lsa, mashinangizda hozir sizga buni 45 mingga yo'qotishda yo'lini o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga foydali kontent tayyorlayapman. Mana bunaqa narsa sotib olasiz. Antirjavchina, ya'ni zangga qarshi kimyoviy vosita. Albatta, перчатка ham esdan chiqmaslik kerak, chunki poliz bilan reaksiyaga kirishib, ya'ni zarar yetkazib qo'yishi mumkin teringizga. Mana bu yerdagi zangni qarang. Mana shunaqa zanglarda yaxshi yo'qotadi. Keyin mana bu eshiklarda, mamtlarda sal eskiroq bo'lsa, mashinangiz yil eskiroq bo'lsa, zanglashi mumkin. Xudo qilib обработка qilamiz, sepib qo'yamiz, reaksiyaga kirishadi. Qarang, mana zanglar oqizib shu bo'ladi. Bitta kesishga ham sotib olasiz. Bitta ish qilib olsangiz, mana bunaqa zanglarni ham yo'qotib yuboradi. Mamutlar ham zanglab ketgan, qarang. Do'stlar, shu vositadan foydalansangiz, mashinangizdagi ancha-muncha zang joylarni yo'qotib yuborasiz. Mana yerda ham zang bo'lib ketganida qarang mana. Sepganimdan keyin reaksiyaga kirishib, juda ham zo'r holatga keldi. Hozir bitta suv bilan yuvorsak, mana kesishka bilan tozalasangiz, oxirigacha chiqarib yuboradi. Keyin bunga bitta kraska tegizib qo'yamiz va tamom, chiroyli holatda mashina bo'ladi. Ba'zi ko'ngilni xira qiladi-da mana shu narsalar. Bu yoqda ham o'zi reaksiyaga kirishib, zanglar bilan kurashyapti. Kiyinamiz, suyuqligimiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, sinab ko'rgan bo'lsangiz, kommentda o'z fikrlaringizni bo'lishingiz mumkin. Mana bu joyda ham zang bo'lib ketgan edi. O'zi ancha yo'qoldi. Mana sizga tayyor рабочий лайфхак. Antirjavchina va namda qilib обработка qilib chiqasiz. Ya'ni ishlov berib chiqasiz. Qarang, zang umuman qolmadi. Foydali bo'lgan bo'lsa, foydalangan bo'lsangiz, o'sha gap izohlarda qoldiring. Bitta like bosib qo'yasiz mehnatimizga, ideyamizga, biz bo'lishgan kontentimizga.